Sergili Layli mahalladan juda ko'pchilikimiz so'rovdi. Okalar 2,5 sotuv 5 ta xonadan iborat, narxi 91 ming dollar. Orientir keladigan bo'lsa, qirariq arkadan taxminan 1 kilometr kirasizlar uzog'i bilan. Uy ichini ko'ramiz, holati yaxshi. Yevronemo teplый pol, ba'zi bir jihozlari ham qoladi. Hop, okalar kirib olgan bo'lsa, bu mana kuxnyamizda, bu o'tiradigan joy bor. Kiraverishda o'ng qo'lda mehmonxona. Uyimiz holati yaxshi. Tak, uni yonida sirazi kattalar yotoqxonasi va ichkarida o'zini sanuzeli bor. Har bitta xonada oyna bor. Ikkinchi etajga chiqamiz. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqib olsa, chiqaverishda o'ng qo'lda bitta xonamiz bor. Va uni to'g'risida yana bitta xona. Bu yerda ham o'zini sanuzeli bor. Nima deymiz? Juda ham chiroyli, juda ham fayzli uy. Tak, manzil keladigan bo'lsa, Sergelidan o'tganda Jdanov Layli mahallada deyiladi. 2,5 sotuv 5 ta xonadan iborat. Birinchi etajda 2 ta xona, ikkinchi etajda 3 ta xona, o'zini terrasalarigacha bor. Uyimizning narxi 91 ming dollar. Hammaga rahmat.